Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünüzü qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmizdə qıtanlar ekranımızda olsun. Şərq Türkistan Ölümalar Birliği namaz inkarçıları haqqında bayanat e'lon qildi. 1 may Şərq Türkistan Ölümalar Birliği bayanat e'lon qilib, muhojiratdagi diniy to'nga o'rnib olgan az bir qism aqlsiz kishilarning Qur'onni burmalab tushundirish, hadis inkor qilish, payg'ambar va sahobalarga dushmanlik qilish, diniy ahkomlarni o'zgartirish qatorliq qilmishlarini qattiq aybladi. Bayonotda munolar bildirildi. Aziz Şərq Türkistanlik musulmon xalqimiz, Xitoy jallodlari vatanimizni ishg'ol qilgandan tortib Şərq Türkistan xalqini o'zining milliy kimligidan va dinidan yiroqlashtirish uchun har turli zulmlarni qilib kelgan bo'lsa-mu, 2017-yildan beri xalqimizni 1000 yillik diniy e'tiqodidan voz kechirish uchun lagerlarda va turmalarda har turli irqiy qirg'inchilik elib bordi va 10 minglarcha iymonli musulmon olim, ziyoli, dindor kishilarimiz shahid qilindi. Millatimiz vatanda o'zining musulmonligi va milliy an'analarini yo'qotish xatari va fojiasi ichida jon talashyapti. Xitoyning zulmidan qochib chiqqan muhojiratdagi musulmon xalqimiz vatandagi qarindoshlarini zolim Xitoy hokimiyatining changildan qutuldirish yo'lida g'ayrat va tirishchanliklarni ko'rsatyapti. Yana bir tarafdan muhojiratda yashayotgan xalqimiz farzandlarining islomiy va milliy kimligini saqlab qolish uchun g'ayrat va chora tadbir qo'llanayotgan bo'lsa-mu, har qaysi davlatlarda assimilyatsiya bo'lib ketish xavfi ostida yashamoqda. Muhojiratda yashayotgan musulmon xalqimizning kimligini va ularning Xitoyga qarshi kurash yo'lida birlik va ittifoqlikni qo'lga keltirish uchun kuch chiqarishi intayin muhim bo'lgan bir paytda o'zini diniy olim ko'rsatishga urinayotgan va Qur'onchi deb da'vo qilayotgan ma'lum shaxslar islom diniga va Qur'oni Karimning ruhiga butunlay zid holda har xil botil fikrlar bilan fitna chiqarmoqda. Muhojiratdagi xalqimizning ichiga nifoq urug'i chochmoqda va islom diniga e'tiqod qilayotgan musulmon xalqimizning e'tiqodida tashvish va davolg'ish paydo qilishga tirishmoqda. Ya'ni o'zini so'zda Qur'onchi deb da'vo qilayotgan ma'lum shaxslar asal yolitilgan zaharxanda so'zlari bilan hadis inkorchiligi, payg'ambar va sahoba dushmanligi tashviqoti elib bormoqda. Islomni payg'ambardan va Qur'onni hadisdan ayirib, Qur'oni Karimni o'zi xohlagancha burmalab tushundirib, islom dinini buzishga urinmoqda va hatto islomning asosli rukni bo'lgan 5 vaqt namozni inkor qilmoqda. Aziz xalqimiz, İslamda aqil va balog'at yoshiga yetgan har bir musulmonning kunda 5 vaqt namoz o'qishi farzdir. Namozning farzligi, o'qiladigan vaqtlari, rakatlari, Qur'oni Karim oyatlari va payg'ambar alayhissalomning sahih hadislari va amaliy tatbiqotlari bilan mutavatir, ya'ni shaklanishga mumkin bo'lmaydigan shaklda kelgan. Barliq sahobalar va har asrdagi mujtahid olimlarning ittifoqi bilan sabitdir. Alloh taolo mundaq deydi: Shaksizki namoz mu'minlarga vaqti belgilangan farzdir. Sura Nisa 103-oyat. Ey payg'ambar, kun qayrilgan vaqtdan tortib qorong'u tushgan vaqtga qadar belgilangan vaqtlarda namoz o'qig'in. Bomdod namozini o'qig'in. Sura Isro 78-oyat. Kunduzning ikki tarafida va kechining dastlabki vaqtlarida namoz o'qig'in. Sura Hud 114-oyat. Mana bu oyatlar va payg'ambar alayhissalomning amaliy tatbiqoti 5 vaqt namozning har bir musulmonga tarik etishga qat'iy bo'lmaydigan farz ekanligini bildiradi. Bu talash tortish qabul qilmaydigan haqiqatdir. Butkul mujtahid olimlarning birda qarashi 5 vaqt namoz mushriklarning namozi degandek so'zlarni qilish kufrlikdir. Chunki oyat va mutavatir hadislar bilan hukmi sabit bo'lgan bir farzni inkor qilgan kishi kafir bo'ladi. Bundaq kufr so'zlarni qilish va uni to'g'ri deb tasdiqlashmi insonni kafirlikka elib boradi. Janobi Alloh har birimizni ezib ketish va ozg'unlarning kayniga kirib ketishdan o'z panohida saqlasin. Hurmatli musulmon xalqimiz, biz Sharq Turkiston O'limalar Birligi yuqorqidek ozg'un kishilardan barliq xalqimizni ogohlantiramiz. Ularning safsatilariga quloq solmaslikka chaqiramiz. Mushundaq ozg'un kishilarni darhol xalqimiz oldida so'zidan yenib, Allohga tavba qilib, kalima shahodat aytib, qaytadan iymon aytishga, musulmon xalqimizni ranjitganligi uchun ulardan kechirim so'rashga va islom dini haqida buningdan keyin qalaymaqon so'zlarni qilmaslikka va'da berishga chaqiramiz. Sharq Turkiston O'limalar Birligi 2024-yili 1-may. O'sha namozni jiqroq o'qishninki ziyni bormi hojim? Namozni hamda jiq o'qishniki foydasi yo'q.
Bu beş namaz deganning o'zi shu payg'ambar alayhisolamniki payg'ambar bo'lishdan burun Makka mushriklar o'qib kelgan besh namozi. Xitoy Makka nahiyasida hammabop aerodrom selishni planladi. Xitoy Sharq Turkistonni butunlay xitoylashtirish atalmish bir yo'l bir balvoq planini to'salg'usiz ijro qilish planiga asosan Qashqar viloyati Makka nahiyasida hammabop aerodrom selishni planlagan. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining 30 aprildagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistonni xitoylashtirish planiga asosan Makka nahiyasida hammabop aerodrom selishni planlagan bo'lib, Makka hammabop aerodromining o'rin tanlash dokumentini baholash yig'ini o'tkazgan. Baholash yig'ini orqali Makka nahiyasi Qumqusar yesining universal sharoitining bir qadar yaxshi ekanligi, A1 darajalik hammabop aerodrom qurish sharoitini hozirlaganligi o'tirg'i qo'yilgan. Makka nahiyasi Sharq Turkistonning g'arbiy janubiga Qashqar viloyatining sharqiga joylashgan bo'lib, umumiy ko'lami 10.900 kvadrat kilometr keladi. Janubda Qag'iliq nahiyasi bilan qo'shni, g'arbda Yakan nahiyasiga tutishidi. Shimolda Yakan daryosi orqali Maralbeshi nahiyasi bilan qarashib turadi. Sharqda Taklamakon qumliqi orqali Xotan viloyatining Gumi nahiyasi bilan tutishidi. Xitoy Makka nahiyasini Yakan daryosi vodisidagi 5 nahiyaning markaziga joylashgan atalmish bir balvoq bir yo'l planidagi muhim tugun shahar va Sharq Turkistonni keng echib etishdagi muhim rayon deb qaragan. Bu qatim Makka nahiyasiga salmoqchi bo'lgan hammabop aerodrom Xitoyning atalmish bir balvoq bir yo'l planidagi muhim o'rin ekan. Xabar qilinishicha, navbatda Sharq Turkistonda qurilgan ham isbot elingan A1 turidagi hammabop aerodromdan ikkisi, ishiltilayotgan B turidagi hammabop aerodromdan 11, ishiltilayotgan tik uchar aeroplan aerodromidan 4 bor ekan. Undan boshqa qurilayotgan A1 turidagi hammabop aerodromidan ikkisi bor bo'lib, ular Qag'iliq hammabop aerodromi, Arishang hammabop aerodromidan iborat ekan. Planda loyihalangan to'van havo bo'shliqi uchish mulozimat punktidan 3 bor bo'lib, ular ayrim-ayrim holda Altay, Qaramay, Charchanda ekan. Jing Chira hammabop aerodromi qurilishlarida oldingi mezgillik qurilish tezlikda davomlashmoqda ekan. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonni to'liq xitoylashtirishdan iborat razil maqsadiga yetish uchun Sharq Turkiston xalqini jazo lageri va turmalarga qamab, yoshlarni Xitoy o'lkalariga surgun qilish orqali Uyg'urlarning sonini azaytib, o'rniga Xitoy oqqullarni o'rinlashtirishni tezlatmoqda. Buning uchun Sharq Turkistonning havo qatnashi, temir yo'l va tosh yo'llarini kengaytirib, Sharq Turkistonning boyligini bulang-talang qilmoqda. G'arb shirkatlari Uyg'ur majburiy emgakiga davomli chetishlik bo'lmoqda. Amerika Xitoy ishlari ijroiya komiteti Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonuni yo'lga qo'yilgan 2 yildan buyon g'arb shirkatlarining Sharq Turkistondagi inson haqlari dafsandachiligiga davomli chetishlik bo'layotganligini ta'kidladi. Amerika ovozining xabar qilishicha, Amerika hukumati yo'lga qo'ygan Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonunini o'z ichiga olgan nurg'un qonun tuzumlar va tashabbuslar Xitoy Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik va keng ko'lamlik majburiy emgakni to'xtata olmagan. Amerika parlament a'zolari 30 aprel o'tkazilgan parlamentdagi isbot anglash yig'inida g'arb shirkatlarining ijtimoiy taftish, atalmish muhit, jamiyat va boshqarish o'lchimini ilgari surish qatorliq vositalardan foydalanib, o'zlarining inson haqlari dafsandachiligiga chetishlik qilmishlarini yoshirishga va oqlashga uringanligini bildirgan va shundaqla mahsulotlarning Sharq Turkistondagi majburiy emgakka chetishlik emasligini isbotlay olmaydigan shirkatlarni Xitoyda savdo qilishni to'xtatishga chaqirgan. Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komitetining raisi, Avom palata a'zosi Chris Simmons 30 aprel komitet tarafidan echilgan isbot anglash yig'inida shirkatlar taftishnamada yoshirish orqali iste'molchilarni nazorat qilib boshqarish tarmoqlarini, hatto o'zlarining vijdonini ishontirib, o'zlarining ta'minlash zanjirining pokiz ekanligiga va Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonuniga va savdo qonunining 301-moddasiga xiloflik qilmaganligiga qoyil qilmoqchi bo'ldi deb ta'kidlagan. Amerika hukumati Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratgan majburiy emgak va inson haqlari dafsandichiligini ayblab, Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonunini ma'qullab 2022-yil 6-oydan tortib rasmiy ijro qilishga boshlagan edi va bu orqali Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka selish vositasi bilan ishlab chiqargan mahsulotlarining Amerikaga kirishini cheklashga tirishgan edi. Xitoyning Guangdong o'lkasida tosh yo'l ko'mirilib 36 Xitoy o'lgan. Xitoyning Guangdong o'lkasi Meijo shahridagi bir bo'lak tosh yo'l ko'mirilib tushgan bo'lib, voqeada 36 Xitoy o'lib, 30 Xitoy yaralangan.
Guangdongning Meizhou shahri Dapu nahiyalik doiralarning bildirishicha 1-may soat 15gacha Guangdongning Meizhou Dalian yuqori sur'atli tosh yo'lining Chang bo'ligida tosh yo'l ko'mirilib tushgan. Bu hodisada 20 mashina tog' bag'riga tushib ketgan. Hodisada 36 Xitoyning o'lganligi, 30 Xitoyning davolanayotganligi jazmlashtirilgan. Navbatda munosabatlik bir taraf qilish xizmati davomlashmoqda ekan. Amerika va Yevropadagi universitetlarda Falastinni qo'llash namoyishlari davomlashmoqda. Parij 1-Panteon Sorbon universiteti o'quvchilari Isroiliyaning hujumiga uchrayotgan G'azzada irqiy qirg'inchilikni to'xtatish chaqirig'i ostida maktabda namoyish boshladi. Kolumbiya universitetidagi namoyishlar soqchilarning bostirishiga uchradi. Turkiya ovoz radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Fransiya poytaxti Parijning 13-rayoniga joylashgan Parij 1-Panteon Sorbon universitetining o'quvchilari Isroiliyaning G'azza hujumlariga norozilik bildirish maqsadida maktab rayoniga to'plangan. O'quvchilar Makron xolimisimi Falastinning sharafi va o'ldirilganlar uchun bu yerdimiz deb shior to'g'lab Falastin bayroqlarini lapildatgan. Venezuela poytaxti Caracasdami yuzlagan o'quvchi Isroiliyaning G'azzaga qilayotgan hujumlariga norozilik bildirish uchun shahardagi eng chong ko'chada Falastin va Venezuela bayroqlarini ko'tarib piyoda yurgan va Falastinga erkinlik deb shior to'lashgan. Amerikaning Nyu-York shahriga joylashgan Kolumbiya universitetida soqchilar tarixiy Hamilton zali binosida Falastinni qo'llash namoyishini davomlashtirayotgan o'quvchilarni qo'lga olgan. Kolumbiya universitetining Morningside Heights maktab rayonida o'quvchilar qurgan G'azza hamkorlik chedirlari soqchilar tarafidan tarqatib etilgan. Amsterdam ko'chasi tarafga to'plangan ammo Hamilton zali binosidagi o'quvchilar namoyishini bostirgan soqchilarga norozilik bildirgan. Florida shtatining Tampa shahridagi Janubiy Florida universitetida soqchilar Falastinni qo'llagan o'quvchilarga yosh oqqizish bombasi etib, 10 dan ortiq o'quvchini tutqun qilgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.